Assalomu alaykum, Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshladik. Do'stlar, stulni eksklyuziv tiniq variantini so'rayotgan obunachilarimizga Andijon viloyati Oltinko'l tumaniga yetib kelganman. Bahramjon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Hormaylar aka. Sog' bo'ling. Doimgidek bugungi videomizga ham yangiligingiz bor ekan, ha? Yangilik borligi uchun chaqirib turibsiz. Qoyil, nimalar qilib tashlayapsiz? Demak, oldingi videolaringizdan ko'rgan obunachilarimizga ketayotgan mebellar. Mana shunaqa. Xo'p. Premyera o'zim uchun ham hali yangilik narsa. Hali aytgandim-ku, Aha. yaqin kunlarda yangiligimiz bor. Xudo xolasa. Yangilik narsa. Demak, bonuslarimiz qiziqarli qilib boshlaylik aka. Vodiy bo'ylab tekin dastavkalarimiz. Falgaga o'rab berishlaringiz tekin. Tashqariga bo'lsa, ya'ni Toshkent, Voha tomonlarga upakovka qilib, mashinaga yuklab berasiz. Isuzu topib berasiz arzonroq. Albatta. Isuzugacha yetkazib berasiz. Isuzugacha olib borish bizdan. Xo'p. Demak, aka, muddatimiz hali ham 1 oydan pastga tushmadimi? Ya'ni hozirgi kunda 15-yanvarga zakaz qabul qilyapmiz. Do'stlar, zakaz qilishingizdan oldin nimaga muddatini birinchi o'rinda boshlayapmiz? Voy deb asli sovib ketmasin. Muddatingiz xotirjam bo'lsa, telefon qiling. 40 kun aytishi mumkin, 45 kun aytishi mumkin. Chunki Bahramjon akani o'zi eskidan bilganlar biladi. Ishiga injiq, tochka bo'lib qolsa ham boshqatdan qiladi. Xullas, shuning uchun ham o'chirt hozir. Bora o'chirtingiz. Xudoga shukr bor. Hozir telefon qilsa qancha? 40 kun aytasizmi? Yo'q, 15-ga. 1 oy aytasiz. Muddatini 1 oy aytasiz. Xo'p. Demak, aka, obzorimizni boshlasak. Hozir bu yerda 1 kampli, mana bu boshqa model, 2 kampli, 3 kampli va o naryoqda endi tayyor bo'layotganlar bor. Xo'p, demak, hamma modelimiz yog'ochmasa? Yo'q, hammasi poliuretan. Hammasi poliuretanga o'tib ketdingiz. Shunaqa. Xo'p, birinchi bundan boshlaylikmi aka? Bo'laveradi. Bu nima, Sheyxmidi aka? Yo'q, bu Antaliya modelimiz. Antaliya. Oxirgi chiqargan modelimiz. Oldingi videoda eng ko'p shu modeldan zakaz qilyapti deyishuvdingiz va orqasi go'zalida buni. Tojikistonlik akamiz 3-marta xarid qilyapti bizdan. Bitta odam. Bitta odam. Mendan ham o'tib ketibsiz, ha? Men 2 marta oldim. Sizdan o'tib ketganlar ko'p. Yo'q. Ertaga xudo xolasa buning отправкасini qilamiz. Havo jahon yog'ingarchilik bo'lgani uchun tashqariga tergan chanaqamiz bo'ldi. Tojikistonlik akamizga 3-mehmonxonasiga ketyapti. 3-marta olyapti bizdan shu. Xo'p, bu necha kishilik jami? 14 talik. 14 talik. Stollarini endi qilyapsiz. Stollarimiz tayyor. Endi hozir bu yerga tergani, birinchida havo chatoq. To'g'ri, yomg'ir yog'moqchi bo'lib turibdi. Yomg'ir kunda mashinadan foydalanib qo'yib olaylik. Aka, poliuretan dedik. Mana ular vashi dahshat. Guli keladigan 22 plotni smachalkada 12 santimetrga sidinga. Kraskalarimiz Turkiya davlatiniki. To'g'rimi? O'zi gigant stul, balandligi katta. Lekin endi bunisini nima deb nomlaymiz, bilmaymiz gigantligini. Antaliyamiz donasi nech puldan chiqyapti? $90 tayyorlaydi. $90. Oldingi videoda ham shunaqa. Shunaqa. Общий nechtalik? 14 talik. 14 talik. $90 dan 14 ga ko'paytirasizlar. Stoli nech pul? 360 lik xonga qo'yib beryapmiz. $180 hisob qilindi. Moloq smalot tumbasi bor. $90 dan 14 ga ko'paytirib $180 qo'shsanglar, shu mebelimizni komplekt narxi kelib chiqadi. Shunaqa. Endi u yo'lkalarni alohida o'zi to'laydi. Ha, kargogacha biz olib borib qo'yib beryapmiz. Bu model qanaqa aka? Bu Sheyx. Sheyx, mayri omon katta edi bu. Sheyx model, bu ish jarayoni ketyapti. Maylarga. Hali bitgan yo'q endi. Arqonlari qo'yiladi. Orqasi qanaqa aka buni? Orqasiga hali bitgani yo'q. Medalyonlar qo'yasiz. Medalyon qo'yishimiz kerak. Qoyil, bu ham poliuretan, ha? Poliuretan hammasi. Yonbosh bokovoylari, maylari chiroyli do'stlar. Mana oldi oyoqlari ham. Bu sheyximizni suyanchig'idan ko'ra pastga qarab kengayib ketgan. Katta narsa. Chiroyli narsa, o'tirganda ham komfort bo'ladi. Juda chiroyli. Bu 120 kilolik odamlar ham bemalol dam oladi. Ko'tara oladi. Bu necha kishilik aka? Bu 20 talik. 20 talik. O ish jarayoni shuniki ketyapti hozir. Mashina ketyapti. Mana ish jarayoni ketyapti do'stlar. 20 talik. Tayyorgarlik qilamiz desak, qarasak bo'lmaydi, ish to'xtaydi. Boshlaringlar dedim. Bo'ldi. To'xtamay ketadi. Aka, buni adres qayerga? Bu Qarshiga. Qarshiga. Buni donasini nech puldan aytamiz? $65 dan tayyorlab beryapti. $65. Do'stlar, narxlar bir dona stulimizni narxi aytib ketilyapti. Endi siz mehmonxonangizni razmeri bilan murojaat qiling Bahramjon akaga. Aka, buncha mehmonxonam, mana u yoqda, Istanbul yoqda, Antaliya yoqda, Sheyx yoqda desanglar,
sizga nechtalik tushadi? Bir donasi mana narxi aytilyapti. Общий summani telefonda xullas batafsil hisoblab chiqarib beriladi. Ha. Qanaqa betligi bilan, qanaqa tumba bilan olishiga qarab to'liq komplekt Xo'p. narxni chiqarib beramiz. batafsil bekorga telefon nomerini qo'ymayapman. Suhbatinglar davomida aniq bo'ladi. Xo'p, aka, mana yangiligimiz. Bu nechtalik bu? 18 talik. 18 talik. Hali nomi yo'qmi buni? Nomi bor. Nima nomi? Bu Italiya modellaridan Barocco. Baronmi? Barocco. Barok. Barocco. Barokko. Ha. Barokko degan model. O'zi ham Barokko ekan-da. Kattaligi ancha katta. Voy, Sheyxdan ham katta ekan. Mayllari yomon chiroyli ekan. Orqasi aka, bitta aylantiringchi. Orqasi ham yarasha go'zal. Voy, orqasi ham g'ashi go'zal ekan. Xo'p, High-tech modelga ham tortaveradigan Mhm, neoklassika uslubdan ishlangan. to'g'ri, haqiqatan yangilik bo'libdi. Hashamati ham, savlati ham Mhm. o'ziga yarasha. Xo'p, 18 talik stolni necha qildingiz? Stol 5,5. 5,5 metr, ikkita akvarium qo'yilgan. 3 ta smola tuman, 4 Smalani yangi variantidan 3 ta qo'yilgan. Hali Aka, buni stolimiz narxi hali ana tayyor bu emas. desa, Xo'p, narxi bor. telefon qilsa aytasizmi? Shunaqa. Bo'ldi. Demak, yangilik ekan, narxini Savlati o'ziga Aha. yarasha, narxi ham shunaqa. narxini aytmayapti do'stlar, qiziqqanlar telefon qilinglar, sizlarga aytadi. Telefon qilsanglar, Inshaalloh kelishib Ha. ma'qul bo'lsa tayyorlab chiqarib ha bo'ldi. Xullas, narxini Asosan telefon ish qilsanglar aytadi. kachisi, sifati yoqsa bu. Yo'q, sifat darajasi men qo'rqmay maqtaveraman siz mebellaringizni. Chunki shunga yarasha mana. Xo'p, bu adresi aka Qo'qonga. Qo'qonga. Qo'qonlik Dastavkasi obunachimiz a? Qo'qonlik opamiz kelib, xullas model Mhm. biz qo'limizga kelishdan oldin qolip tayyorlangan holatda xaridor bo'lgan. Ha. 1 oy, 1,5 oy kutib, model tayyor bo'lishi bilan zakaz bergan. Qoyil. O'sha hozir mashindan 3 komplekt zakazimiz bor. Bu opa ham videoyingizni ko'rganmi? Bu opa o'zi mana narigi videolarni ko'rib Aha. keyin zakaz bergan. Bozorga chiqyapsizmi? Bozor nasib bo'lsa chiqqan qolamiz. Vaqtim bo'lsa bozorga chiqaman. chiqaman. Bozorga aylanib chiqib turibmiz, narsa olgan Ha. Yo, mana mebelni olib Yo'q, chiqib, olib chiqib sotgani imkoniyati yo'q. ana shu videoda o'zidan nima bo'lyapti, xudo Alhamdulillah, xolasa. Xudoyimiz rizqimizni beryapti. Do'stlar, mana shu mebellar hammasi oldingi videolardan ko'rgan sizlarga o'xshagan obunachilarimiz mebellari bemalol xudo xolasa Bahramjon akamga aloqaga chiqarasizlar. Oldindan nech pul berish kerak aka? Xo'p, $100, $200 yetadi. Ha, 1,5 xullas million, 2 million, 3 million. Undan oshig'i oshig'lik qiladi. Bo'ldi. Chunki bu buyoqdagi o'zimiz aylanamiz. shu summa bilan ish boshlanadi, muddatini aytasiz, aytgan modelini chiqarib berasiz. To'g'rimi? Asosan muddati bilan narxi yoqsa bo'ldi. Sifatda jarayonda, ish jarayonida Xo'p. ko'rib boradi. Qolgan summani qachon beradi aka? Bizni qo'limizdan chiqib ketayotgan paytda Aha. jo'natlar. Masalan, u qarshiniki ham Aha. mashinani gaplashishdan oldin bir qator teramiz shunga o'xshatib, Ha, ha, iloji ha. bo'lsa. Upakovka boshlaganimizda biz pul harakatini qilib qo'yadi. Demak, hozir mana shu Mashinaga chiqqanda o'zi Aha. расчет qilyapti. shu 3 ta odamni mebeli bugun erta siz расчет qilib yuborar ekanda. Inshaalloh. Pul ko'payib ketar Ha. ekanda keyin sizda ham. Yo'q, egalari bor, joyi qarab turishibdi. Mana do'stlar, xudo xolasa Bahromjon akamga aloqaga chiqinglar. Rangini mehmonxonangiz aboyiga, gilamingizga, pardangizga bemalol moslaysiz va yana bundan tashqari videoda ko'rinmayotgan modellarimiz bor, juda chiroyli. Uni so'rasanglar, katalog tashlaysizmi? Albatta, Katalog tashlaysiz. Xullas siz bilan xotirjam gaplashadi bu odam. Telefon qilishorsini, Albatta. kechasi ham qilarsinmi? O'z kechasi ham ko'p bor. Bo'ldi. Do'stlar, xudo xolasa mana qo'ldan kelgancha sizlarga mana qorong'i tushib ketyapti. Obzor qilib berdik. Aka, sizga ham katta rahmat. Sizga ko'rsating, vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Rozi Sog' bo'linglar, bo'lasizlar. salomat bo'ling. Xo'p, yana yangi modellaringizni xudo xolasa keyingi videolarda Albatta. Ko'rsatib Yanvar beraman. bo'lsa fevralga, yanvar oyining oxiriga Aha. yangilik modelimiz bo'lyapti. bo'ldi. Ungacha men ham kelaman bemalol. Sog' bo'ling. Do'stlar, mehnatimizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.